Бачиш, що ли? Що делаешь? Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko'plab hamyurtlarimizning turli xil muhokamasiga sabab bo'ldi. Biz esa voqeani atroflicha o'rganamiz. Bu voqea poytaxtning Taras Shevchenko ko'chasida yuz bergan. Unda ijtimoiy tarmoqlarda Gonzo taxallusi bilan tanilgan bloger mamlakatimizda tashkil etilgan festivallarning birida bir necha fuqarolarning hordiq chiqarishiga xalaqit berib, o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari uchun video tayyorlab, mana shu jarayonda haqoratli so'zlar ishlatgan. Скажи ему, нахуй едешь? Menga nima kerak? Bu holatga e'tibor qaratgan hududiy profilaktika inspektori blogerning xatti-harakatlari qonunga zid ekanligini bir necha bora qayta ta'kidlagan. Ichki ishlar bo'lmay ko'rsatamiz. Keyin только. Nimaga hozir? Hozir borasiz. Hozir bormayman. Har bir videosi orqali mashhurlikni ko'zlagan, ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabini mensimagan tarmoq faolining barcha qonunga zid harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda joylangan. Ming afsuski, bu holatlar ko'plab hamyurtlarimizning turli xildagi muhokamasiga sabab bo'ldi. Ayni mana shu holatlarda blogerning qilgan qonunga zid xatti-harakatlari jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tumani sudida atroflicha o'rganildi. Undan keyin ikkita holat bo'lgan. 194-modda bo'yicha yo'q, men bormayman, hozir bormayman degan. Qonuniy talabingizni bajarmadim. Ha. Men bormayman, hozir bormayman deb javob qaytardi. Ваша честь, смотрите, я услышал, не отказываюсь, мои слова. Bo'lib o'tgan sud jarayonida bloger festivalda qilgan xatti-harakatlardan tashqari boshqa fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini tarqatganlikda ham gumonlandi. Shaxsiy ma'lumotim buni privat kanalda tarqatib ketgan. Nomerim, ism familiyam, yana sir saqlanishi kerak bo'lgan maxfiy Gmail'larim tarqalgan. Sizni danningizni tarqatib yubordi Gonzo dedi. Telefon qildingizmi? Mana bu nomer siznikimi? Это наш офисный номер, мы машины продаем. Вы машины не продаете? Нет. Xo'sh, mazkur holatlar yuzasidan sudga raislik etuvchi qanday qaror qabul qildi? Ichki ishlarda qonuniy talabini bajarmaslikda aybdor deb topaman va shu moddaning sanksiyasi nazarda tutilgan 5 barobar jarima tayinlayman. Shuningdek, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzishda aybli deb topaman va 7 barobar jarima tayinlayman. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 183-moddasi bilan sizni aybli deb topaman va shu moddaning sanksiyasi nazarda tutilgan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosini tayinlayman. Sud majlisi yopiq, Aliyev Gaydar sud zalidan qamoqqa olinsin va ijroni amalga oshirish uchun tegishli muassasaga yuborilsin. Hurmatli fuqarolar, har qanday holatda ham o'zingizni emas, aksincha jamiyatga naf tegadigan video kontentlar tayyorlash maqsadga muvofiqdir. Xatoga yo'l qo'ysangiz, albatta qonun o'z so'zini aytadi. Buni unutmang.